Assalomu alaykum aziz jizzaxliklar. Men ogohlantirgandim. O'tgan safar ko'pchilik e'tiroz bildirgandi. Yana bir marta xalqim uchun aytaman. Jizzaxdan Zuhriddin quruvchi degan firma bor. Quruvchi emas u, qiruvchi. Hammani aldab pulini yig'ib ana qo'yatibdi. Endi bunaqa sizga o'tibdi, odamlar bilan shartnomani tanamasdan turib, odamlarni massa uydan chiqarib yuborib, kvartira puliga hisobladim, boshqa qildim debdi. Javob xatini ham silkaga tashlayman. Odamlarda yoki boshqa shartnoma bilan uyni sotgan kishi bo'ladi degan, puldan oqiladi degan, pulingizni ishlatib qo'ygandan keyin oxirida men seni anoda nima edi, kvartira puliga hisobladim buni deb turib, olgan pulingizni bermasdan odamlar shunday chuv tushirib kelyapti. Agar Zuhriddin quruvchiga nisbatan ariza yozaman degislar bo'lsa, bizga kelib qo'shilinglar. Nomerni tagida silkada qo'yamiz, boshqa qilamiz. Na Ivanovskidagi, na Gorbatkadagi, boshqa joyda qayerda Zuhriddin quruvchi tomonidan Alisher ismli rahmatli quruvchini qurilish bo'ladigan bo'lsa, juda ham ehtiyot bo'linglar. Hujjatga ham, boshqaga ham hammasini yolg'on, boshqadan iborat. Jizzaxdan iloji boricha o'sha Alisher quruvchidan, Berdibekov Alisherdan uy olmanglar. Juda ko'payib ketyapti unga ariza qilgan odamlar. Zudlik bilan Jizzaxlarga yo Jizzaxda uy olmoqchi bo'lganlarga yetkazinglar. Salomat bo'linglar. Ro'za Ramazon kunlarida bir-birimizni ehtiyot qilaylik.